Davom etamiz. Poytaxtimizda O'zbekneftgaz aksiyadorlik jamiyatining 2026-yil birinchi chorak yakunlari hamda Dolzarb 100 kunlik dasturi natijalariga bag'ishlangan matbuot anjumani tashkil etildi. Unda mamlakatimiz energetika xavfsizligini ta'minlash yo'lida amalga oshirilayotgan muhim islohotlar yuzasidan ma'lumotlar taqdim etildi. Neft va gaz sanoatida boshlangan Dolzarb 100 kunlik dastur o'zining ilk natijalarini ko'rsatmoqda. Raqamlarga e'tibor bersak, tizimda 2,5 trillion so'm mablag' tejalgan va qidiruv ishlari 4 barobarga jadallashgan. Eng muhimi, bu sa'y-harakatlar natijasida yil boshidan buyon 3 ta yangi gaz konining ochilishiga zamin yaratildi. Matbuot anjumanida ta'kidlanganidek, joriy yilda geologiya qidiruv ishlari mutlaqo yangi bosqichga ko'tarildi. Xususan, 10,000 kvadrat kilometr maydonda 3D seysmik ishlar olib borilishi rejalashtirilgan bo'lib, bu ko'rsatkich o'tgan yilga nisbatan 4 barobarga ko'pdir. Jamiyat tarixidagi eng katta hajmdagi burg'ilash ishlari ham aynan joriy yilga to'g'ri kelmoqda. Rejaga ko'ra, yil yakuniga qadar 102 ta yangi quduq qaziladi. Ularning yarmidan ko'pi yangi zaxiralarni aniqlashga xizmat qiluvchi izlov qidiruv quduqlaridir. Qazib chiqarish va qayta ishlash hajmlarini ortishi natijasida sanoat mahsulotlari qiymati 11,6 trillion so'mga yetdi. Bu o'tgan yilgi rejaga nisbatan 106% tashkil etadi. Eksport faoliyati ham ijobiy dinamika kuzatildi. Qayta ishlangan mahsulotlar ulushini ortishi va tashqi bozorlarda yuqori bo'lgan mahsulotlarni yetkazib berish hajmini kengayish natijasida eksport qiymati 162 million dollarni tashkil qildi. Bu rejaga nisbatan 130% tashkil etadi. Xuddi shunday investitsiya faoliyati bo'yicha ham 308 million dollarlik qiymatda investitsiyalar o'zlashtirildi. Bu rejaga nisbatan 160% tashkil etdi. Natijada yaqin va o'rta muddatli istiqbolda ishlab chiqarilgan hajmlarni yanada oshishiga zamin yaratmoqda. Tadbirda sohaga jalb etilayotgan xorijiy investitsiyalarga alohida to'xtalib o'tildi. AQShning nufuzli Schlumberger va Upwind Energy kompaniyalari bilan hamkorlikda quduqlar tubida kompressorlarni qo'llash bo'yicha yangi loyihalar boshlangan. Bu texnologiya gaz qazib olish barqarorligini ta'minlashda muhim rol o'ynaydi. Shuningdek, Xitoyning BGP kompaniyasi bilan uzoq muddatli hamkorlik asosida qariyb 15,000 kvadrat kilometr maydonda geologik tadqiqotlar o'tkazish bo'yicha kelishuvga erishilgan. O'zbekneftgaz aksioner jamiyati geologik texnik tadbirlarni amalga oshirishni rejalashtirib, birinchi o'rinda neft gazga yuqori istiqbolli strukturalarni aniqlash, shuningdek mavjud kon va maydonlarning chuqur geologik tuzilishiga aniqlik kiritish maqsadida Ustyurt, Buxoro-Xiva, Surxondaryo, Hisor va Farg'ona hududlarining investitsion bloklarida 3D seysmik qidiruv ishlarini hajmini 4 barobarga oshirishi rejalashtirilgan. Bu deyarli 10,300 kvadrat kilometrni tashkil qiladi 2026-yilda. Faqat qazib olish emas, balki xomashyoni chuqur qayta ishlashda ham o'sish sur'atlari yuqori. Birinchi chorak yakunlariga ko'ra, polietilen ishlab chiqarish rejasi 103% dan ortiq bajarilgan bo'lsa, O'zbekiston GTL zavodida sintetik neft mahsulotlarini tayyorlash hajmi o'tgan yilga nisbatan 169% ga oshdi. Aholi va ijtimoiy soha obyektlariga 132 ming tonnadan ortiq suyultirilgan gaz yetkazib berilgani esa ichki bozoridagi barqarorlikni ta'minlashga xizmat qildi. Chuqur qayta ishlash yo'nalishida Sho'rtan gaz kimyo majmuasini oladigan bo'lsak, Sho'rtan gaz kimyo majmuasida 1 milliard 85 million kub gaz qayta ishlagan bo'lsak, bu 101% da tashkil qildi. O'zimiz oldimizga qo'ygan maqsadlarimizni, ya'ni birinchi chorakdagi rejalarni to'liq bajarildi. Hamda ishlab chiqarish ko'rsatkichlarini qaraydigan bo'lsak, polietilen ishlab chiqarish ko'rsatkichlarimiz 104% ga, suyultirilgan gaz ishlab chiqarish ko'rsatkichlarimiz esa shu yo'nalishda 111% ga bajarildi. Hamda oltin gurung ishlab chiqarish oldinga qo'yilgan rejalarimiz 123% ga bajarildi. Bugungi kunda O'zbekneftgaz aksiyadorlik jamiyatida har bir investitsiya loyihasi uning iqtisodiy samaradorligidan kelib chiqib baholanmoqda. Pudratchi korxonalar bilan shartnomalar qayta ko'rib chiqilishi natijasida xizmatlar narxi 20% gacha arzonlashtirildi. Bu kabi choralar nafaqat iqtisodiy barqarorlikni, balki sohada faoliyat yuritayotgan minglab ishchi xodimlarning ijtimoiy himoyasini kuchaytirishga ham imkon bermoqda. Aziza Qutbiddinova, Husan Ashirboyev, Jarayon informatsion dasturi uchun.